Salom do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda yana men Diablo bo'lib o'tadi do'stlar. Diablo va nihoyat qaytdi. Tak, do'stlar qaranglar. Bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda yana o'sha Craftsman o'yinida Vip City davomi bo'lib o'tadi do'stlar. Nihoyat 5 oylik tanaffusdan keyin Diablo yana o'yinga qaytdi. Xo'sh do'stlar, mana shunaqa pavuklar chiqib qolishi menga yoqmaydi. Tak, shu videoga mayli, aktivimiz tushib ketgan anchagina. Mana shu videoga 10 tagina like bo'lsa, men Raider va o'sha sizlar tanigan Craftlarni o'yinga qaytaraman do'stlar. Ha. Tak. Biz o'z qurishimiz kerak bo'lgan narsa, tak, bu yerda zombilar yuribdi, nimagadir golemlar qurib qo'yishimiz kerak, chunki jitellar bu yerda yasholmaydi. Oxirida mana shu yerda katta выживание bo'lib o'tadi do'stlar. Xo'sh, akalar, qaranglar. Bu Xo'sh do'stlar, uzr texnik muammo bo'lib qoldi. Tak, nihoyat har doim kuzda tanaffus qilib, yozda tanaffus qilib, kuzda boshlayman. Sizlar bilasizlar meni. Bu yil yozda yaxshigina video chiqara olmadim. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Tak, golemlardan 3-4 ta qo'yib tashlashim kerak men bu yerda. Voy, ancha qo'lim chiqib ketibdi boru. Men ba'zir o'ynayapman bu-ku. Bu Opa. Došao sam da te ubijem. Eto dotle, dotle. Tak. Ha mayli, shu videoga ters 10 ta like bo'lsa, Oldvi igroklarini chaqiraman, igroklarini ya'ni. Uzr, shamollaganman. Talaffuz qilishim qiyin bo'lyapti. Sizlar bilasizlar, men ko'p kasal bo'laman yoki kasal bo'lgan paytim bekor bo'laman, bekor bo'lgan paytim video olaman. Lekin bu sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun yaxshigina video bo'ladi degan. Voy haromdan bo'lgali, o'shancha qilganini ko'ting. Nega? Voy. Bu videodan keyin kayfiyatingizni ko'tarish meni niyatimda. Tak, akalar qaranglar. Bu yerlarda golemlar bo'ldi, mana shu yerda. What the fuck? Tak, mana shu yerda qo'yamiz. Yaxshi, qilich olay, qilichcha buzilmaydi-yu. Mana buzib bo'lmaydi yerlarni. Yo'q. Keyin Oldvi igroklardan yana kimlarni qaytarsak bo'ladi? O'zingiz yozib qo'yinglar. Grand OZB yoki Backcraft. Любой odamlarni qaytarib olib kelishim mumkin, akalar. Faqat o'zingizlar so'rasanglar bo'ldi. Meni oldindan kuzatadigan obunachilarim buni bilishadi. Aha, yaxshi. Okay, let's go. Okay, let's go. Tak, bu tomonlar bo'ldi. Yoriq qilib chiqishimiz kerak. Yon atrofda bitta kattagina qilib devor qurishimiz kerak. Mana bunaqa. Aytgan bitta narsa o'rgangandim. Ko'rib qoldim YouTube'da. Agar bu Craftsman'da o'xshaydimi, yo'qmi bilmayman. Tak, zombi. Ayyo, bu Craftsman'da o'xshamas ekan. O'zi haqiqiy Minecraft deb tekshirib ko'rish kerak. Xo'sh, akalar. Bizga bu yerda nimalar qurilgan? Tak. Bu yerda maktab, qaysidir maktabni eslatib olmayaptimi? 2 plus 2. 4 plus 4. 8 plus 8. I don't know. You don't know? Tak, bu yerda aholini oddiygina uylari, bu meni uyim. Bu ham kimnidir uyi bo'lishi kerak. Qani eshigi? Ha, eshigi bu tomonda ekan. Uzr. Bu oddiy jitillarning uyi. Jitillar ham hali ham tirik ekan. Bu yer qayer? Bu yer McDonald'sga o'xshagan joy, o'tirib ovqatlanib ketgani, faqat kichkina joy. Mehmonxona, tak, bolalar bilan o'tirgani. Bu yerda quduq.
Mana bu yer qayer ekan? Bu yer magazin, do'kon bu yer. Aha. Endi bizga qo'shimcha uy kerak, bolalar bilan o'tirgani. Oddiy, обычный uy qurib tashlaymiz. Qaranglar. Eng oson va smart, high-tech ko'rinishdagi uy qurishni o'rgataman. Buni men juda ham ko'p sinab ko'raman real hayotda, ya'ni o'yinda. Qaranglar. Kichkina, lekin kompaktni, chiroyli. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, voy. 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana shuni endi ichini to'ldirib olamiz. Mana, kichkina joy, lekin bundan hozir yaxshigina high-tech qilib uy quramiz. Balandligi 3 ta bo'lishi kerak, 3 ta blok bo'lishi kerak balandligi. 2, 3. Shunda tiqilib qolmaydi uy. Agar sizlarga yoqsa, mana bunaqa qilib orqa tomonni ham shisha qilishingiz mumkin yoki polnistiga mana bunday qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu tomonni oddiy blokdan ham qilsanglar bo'ladi, mana bunday blok qilib orqa tomonga yopib. Mana bu tomonlar уже shisha. Uni buzamiz, bu tomonni ham buzamiz. Opa, bu tomonlar ham buzildi. Ili eshik tomonni qilib olamiz. Ana, voy, muncha asabimga o'ynaydi bu. Bexosdan bosib o'ryapman-da bu tomonlar. O'zidan o'zi qo'yilyaptimi? Tak, normalniy bu tomon. Mana bu yerda bu tomonda shkaf ili oshxona qilish kerak. Bu yer stakan kerak bo'ladi. Oq rangda qilamiz. Oq rangda qilamiz. Tepasida pechka bo'ladi. Ili bu tomonda dekoratsiya uchun oddiy mana bunaqa tuvak ili любой bitta narsalarni ekib qo'ysanglar bo'ladi. Opa. Opa. Xarosh. Endi bu tomondan unumli foydalanamiz. Bu tomonda nima qilamiz? Stol qilamiz-da. Mana o'tiradigan joy oddiy. Ili bu tomonda stol. Va bu ham oq rangda bo'ladi. Mana bu tomonda oq rangda oddiy stol. Qilich olay qo'limga. Mana. Bu tomon oddiy обычный uy bo'ldi. Endi chiqamizda bitta eshik qo'yib qo'yamiz. Eshik tashqariga emas, ichkari tomonga kirgan bo'lishi kerak. Mana. Shunda mana bu tomon udobniroq bo'ladi. Ili bu to'rtburchak korobka bo'lib qolmasligi uchun mana bunday qilib qo'yamiz. Xohlasanglar bundan ishlatasizlar. Men buni olmoqchi bo'ldim, bundan qurmoqchiman. Va opa, normalniy. Endi yana mana bu yerdan xohlasanglar didga qarab mana bunaqadan qo'ysanglar bo'ladi. Tak, bu tomondan bundan olamiz. Ili yana
Nima kerak bo'ladi? Ha, mana bu kerak bo'ladi sizlarga va tuvak bitta va bitta bundan. Bunday qo'yamiz tuvakni. Mana xohlasanglar oxirigacha, xohlasanglar yarmigacha. Tak, yana qo'shimchalar qo'shmoqchi bo'lsanglar, yon tomondan boqib qo'ysanglar bo'ladi. Atak, mana bu ham izgirt ham normal, izgirt deyiladi. Men bunaqa pastdan daraxt qo'yib chiqishim sababi izgirt qo'yganinglarda yo'q bo'lib qolmasligi uchun. Atak oxirigacha ham uralib kelishi shart emas. Bitta mana shunaqadan oborasizlar, mana обычный. Aha. Xarosh. Mana yana bitta uy tayyor. Mana tayyor bitta uy. Uni yonidan yana nima qursak bo'ladi, dekoratsiya qilib. Aytganda biza mana bu yerdan plyajmi nimadir qurgandek esinglarda bo'lsa, dam olishga joy. Kemping, ya'ni sayohat uchun bunaqa joy qurgandik. Bolalar bilan kelishga 5 kishilik, 5 kishi bo'lib o'ynaymiz. Agar mana shu videoga 10 ta like bo'lsa, 10 ta like bo'lsa, men tanishlarimni olib kelaman, ya'ni all the way igoklarni o'yinga qaytaraman. Lekin 30 ta bo'lsa 5 kishi bo'lib o'ynaymiz. Naqd 5 kishi bo'lib Minecraft o'ynaymiz. 30 ta like bo'lsa shu videoga. No 30 ta like yig'ish problema emas deb o'ylayman, chunki sizlar yaxshilar, sizlar birdaniga yig'ib uzr. Sizlar birdaniga yig'ib tashlaysizlar 30 ta like'ni. Endi nima qursak bo'ladi bu tomondan? Bu tomondan ferma qursak bo'ladi. Xo'p. Nimaga bunday qilyapsiz? O'rtada bitta joy ochib 5 ta 5 ta tomonga qarab qilsangiz bo'ladi-ku desa, bu dekorativroq chiqadi, ya'ni chiroyliroq chiqadi. Buni qo'yamiz. Va ketdi. To'xtanglar. Mana bularni olib olamiz birinchi bo'lib. Suv keyin. Buni buzib tasha. Voy, qayerda qo'yilgan suv? Ha, bo'ldi, topdim. Bu tomonni bunday qilamiz. Aha. Xarosh. Uch, to'rttagacha qilamiz. 4. Aha. Bu tomonni ham. Xo'sh. Voy, kerakli paytda o't topilmaydi. O't topilganda kerak emas bo'ladi. Aha, mana bu tomonlarni qilib oldik. Bu tomonga ham 5 ta 5 ta. Ya'ni 4 ta 4 ta degani.
tomonga ham to'rtta endi. Voy, mana o'tlar ham oqalaq qilyapti boru. Tak, mana bizani joy ham tayyor bo'ldi. Endi bu yerga bug'doy ekamiz. Polni bug'doy ekamiz. Nimaiki bug'doy foydali. Tak, mana chotki bo'ldi. Endi bu tomonga stalba qilamiz. Tak, bunday qilsam ekan. Blin. What the fuck? Tak. Endi bu tomonga nima qo'ysa ekan? Bu tomonga fakel qo'ysam ekan. Fakel qani? Pastga qo'yib bo'lmaydi, ha? Pastga qo'yib qo'ysam-da. Logic bo'lsa kerak, ha? Mana bu tomon yorug' bo'ldi. Bu tomon ham yorug' bo'ldi. Endi sentrga. Voy. Bo'ladi, короче. Xo'sh, akalar, videomiz qisqa bo'lib qoldi. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Bu video maksimalli qiziqroq kelasi videoni. O'sha gap 10 ta like bo'lsa oldingi igroklarni qaytaraman. 30 ta like bo'lsa esa 5 ta igrok bo'lib polni o'ynaymiz shu o'yinni. Xo'sh, akalar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa ham bosib qo'yavering. Sizdan nima ketdi? Siz uchun bu bir sekundlik ish, biz uchun esa rag'batlantirish bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.